Programmamızın tacirliğini alğan Abdunum rayonimiz tağam quruluşları sahasındaki dağlıq karxana Şinjan öz için yemek içmek taraqqiyat çeklik şirketiga. Programmamızın alaydı qollagan tabiiy süpetlik mediya mayları bilen xalqqa tonulgan Şinjan mediya yezgilik taraqqiyat çeklik şirketiga. Programmamızın alaydı talab qilgan rayonimizdagi ko'zga ko'ringan cho'ng karxana Şinjan Qashqar Bahori oshliq yog' çeklik şirketiga alaydı rahmat aytamiz. Salam ko'rmanlar. Yemek-içmek kasbkorlarining texnik saviyasini yanama o'stirish, yemek-içmeklarni tam, ozuqlik qiymati va bozor qiymati jihatda texmo bir baldaq yuqori ko'tarish maqsadida uyushtirilgan o'zchin 6-mish programmasini ko'rishga qarshi olamiz. Mariyasatchi Jushqunjima. Aldı bilen programmamızın tacirligini öz üstüge alğan rayonimiz taam quruluşları sohasidagi dağlıq karxana Şinjan özchin yemek-içmek taraqqiyat çeklik şirketiga. Programmamızın alaydı qollagan tabiiy süpetlik mediya mayları bilen xalqqa tonulgan Şinjan mediya yezgilik taraqqiyat çeklik şirketiga. Programmamızın alaydı talab qilgan rayonimizdagi ko'zga ko'ringan cho'ng karxana Şinjan Qashqar Bahori oshliq yog' çeklik şirketiga rahmat aytamiz. Bulardan başqa yana programmamiz bilan alayda hamkorlashgan isil ichishlik nimmat qahvalarga va nafis go'zal janon chini qochillari shundaqla varis kiyimchiligiga alayda rahmat aytamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, qimmatli vaqtini chiqarib, bugungi programmamizga qatnashgan ba'zi ustozlarni tanishtirib o'tay. Jungoning danglik oshpaz sharfiga erishguchi oshpaz peshvosi 1-darajalik taom baholag'uchi Yunus Hamdullah muallim. Jungoning danglik oshpaz sharfiga erishguchi Abdunum rayonlik oshpazlar jamiyatining muavin boshlig'i 1-darajalik taom baholag'uchi eng go'zal oshpaz nomiga erishguchi Tursun Qosim muallim. Şinjan Qizlar maktabining oshpazlik kasbiy o'qituvchisi Oliy oshpaz Erkin Abdukarim muallim. Özgül markasının barpochisi Şinjan Özgül yemeklik taraqqiyot çeklik şirketining qurg'uvchisi Mehray xonim. Şinjan Bayzat Çay Taom Sarayı'nın direktori Yasinjon efendi. Xo'sh, birinchi san programmamizda 3 nafar mahirninki o'zgish tamoqlari bilan tanishib chiqdik. Unda bo'lsa, bu san programmamizga qandaq oshpazlar, qandaq o'zgish taomlarni olib keldi. Oldi bilan birinchi numurliq oshpazni sahnimizga taklif etamiz. Qani, marhamat. Xush kelibsiz. Taşalımız. Salam ustozlar, salam karxanchilar. O'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? Mening ismim Nurmuhammad, Artishlar Mahallasidan keldim. Artishlar Mahallasidan. Nurmuhammad. Necha yil bo'ldi oshpazlikda shug'ullanayotgani? 15 yil oldu. 15 yil oldu. Artishlar Mahallasi deganimiz ma'o Sandomboydiki. Sandomboydiki. Lag'manga payzingiz bor-da, unda bo'lsa. Artish asoslar Lag'man-g'o. Bugun nima tamoq yeb keldingiz? Lag'man. Lag'man yana. Aşı artishlarga nima? Artishlarga keldim. Bugun bir tehdit ekanmizda. Manda sahnalarga chiqib boqam ilgari. Ya, tunji qata chiqishim. Ha? Tunji qata chiqishim. Survamika. Bize Survaki. Lekin Survada tamoqni o'xshatmasangiz bo'lmaydimi? Bo'ldi. Bugun mana Yunus ustoz, Tursun ustoz, Erkin ustozlar hammasi tashilar. Bular yarg'idak ishonch bordi? Ba. Xo'p, unda bo'lsa, sizni birinchi numurliq maydonda kutamiz. Ikkinchi numurliq oshpazni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat. Xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Qani, bir salom berib o'tsangiz. Salam ustozlar, salam karxanchilar. Rahmat. O'zingizni bir tanishtirib olsak, ol tanishib olaylik. Mening ismim Xatima Yunus. Bugun nima tamoq yeb keldingiz? Go'sht polo. Polo. Shohi polo. Aytganki, nochini itay debsizda. Tayyorliklar bitib qoldi-dan. Bitib qoldi. Unda bo'lsa poloringizning yaxshi natijaga erishishga tilakdoshman. Qani, maydonda sizni kutamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, 3-numurliq oshpazni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat. Salam. Xush kelibsiz. Qani, bir salomingizni berib o'tsangiz. Barliq ko'rmanlar, barliq naq maydonda turgan ustozlar hammanglarga men turdimalimdan salam. Rahmat. Xo'sh, bir tanishib olsak. Bo'ldi. Men o'zim shu Şinjan ayol kartalar maktabining o'qituvchisi turdimalim bo'ldim. Turdimalim. Shunda qo'yganda bu programmaga oldingi san program ko'rib keldingizmi yo bir oldin uchir olganmi? Men shu cho'ng ustozlarning shu bir night bir yaxshi program mavjudlik chiqyapti. Oltin kumush programmasi vujudga chiqmoqchi. Shu programmaga sen qatnashgan bo'lsang deb shu tavsiyasi bilan men bu programmaga qatnashdim. Rahmat. Mishaga ishonchli etganingizni qo'shib oldik. Siz hozir o'zingiz ham tarbiyalash bilan shug'ullanyapsizda? Tarbiyalash shug'ullanyapman. Ustamning ustisi menmiding? Yo'q, undaq degani bo'lmaydi. Bugun sizning ustingizning ustilari o'tiribdi. Xo'sh, nima tamoq yeb keldingiz? Men shu to'g'ri go'shtiga o'ralgan mevatamlik to'g'ri go'sht qo'rmisi.
to'xu go'shtiga o'ralgan Meva tamlik to'qo qo'rbi. go'shti qo'rbisi. Shakran Bali Bakri deganda xili uzun ismi bor. Tomoqqa nima u? O'zguchida qilib turdi, marasa. O'zingizning ijodiyatimi bu? Yo'q. Bizning ustozlarniki, ustozlarning ijodiyati. Ustozlardan o'rgangan. Ama shunaqa yangilik qilib ekyapsiz-da. Meva tamlik qilib, buni har xil meva tamlik qilib bo'ldi emasmi? Men bugun mango tamlik qildim. Mango tamlik qilmoqchi. Bo'ladi, bir detayl unda bo'lsa. O'qish yutishingizga tilakdoshman. Bo'ldi, rahmat. Qani, sahnamizga rahmat.来，同学们，我们今天的考试内容是怎么做辣子鸡、椒麻鸡，还有红烧肉。考试结束。白茫茫，西蒙满分。那我呢？你不及格。为什么？味子轻的椒麻鸡、辣子鸡还有红烧肉的配料又好吃又美味，需要你的配方吗？ Akini o'tiringlar bolalarım. Chini qachqilarni tiz bog'ich kep qoldinglar, sodliqlar tugidimi? Hozir tugidi apa, hozir tugidi. Nimda chiroyli qizib oldingiz apa, qarama Qirg'izistonning chiroyliqiga. Voy, megalar oldimi, nima buniki? Apa, qayerda oldingiz buni? Xinjiang Janan şirketining yangidan import qilib bozorga solgan Qirg'iziston yurishligi. Pek chiroyli qa? Ha, undaqda men opamga deb bu qitimliq yangi uyimizga mush Janonning Qirg'izistonlaridan alsaq bo'g'daka. Voy, naq mushu bo'ldi-ku, juma mushu. Xotirjam bo'ling qizim. Xudam bilan ikkimizcha sizlarning yangi uyinglarni bir yurish setib oldik. Voy, o'zamning opisi, o'zamning opisi. O'ydimi, Janon? Yenimdimi Janon danga apa? Yedi gap talaqlashga boshladim. Qani, qizim, mevlardan ağaç o'tiring. Chini qachilarning oldini Janon kelmasmi? O'yganmisan, Janon? Xotinning oldida bo'lsan, yomon deb chiqar. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlarimiz, 3 nafar oshpazni sahnamizga taklif qilib oldik. Unda bo'lsa, ularning tayyorligi qanday, qurishlarni qanday tayyorladi, biz bir o'rtoqlashib boqaylik. Xo'sh, unda bo'lsa, birinchi umrlik oshpaz Nurmuhammad ustam bilan bir o'rtoqlashib boqaylik. Qurishlar qili ko'p-ku. Ha, Lag'man seniki. Lag'man sening tayyorliklar hamisi. ha. Xili jiq sen ko'ktab ketgan-a? Necha turli hozir? Hozir buni qilib. Hozir 17 17 turlik 17 xil qurishga qurish. tuzam. Ha, Hamisha tetquladin, tetiklardan tuz, bejang. bejam. Nima? Hamma ma o'zimizning tayyorlagan tetiklar. Ma o ochiq samsaqmi? Samsaq, samsaq. Hozir unda bo'lsa cho'pingiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'ldi. Say to'g'rilib tayyor bo'ldi. Qo'rib sosingiz bo'ldi. Bo'ldi. Necha vaqt ketadi? Taxminan 15 minut tayyor bo'ldi. Unda bo'lsa bizniki vaqt chekimiz yarim soat. Bo'ldi, Cho'qim bo'ldi. yarim soatdan burun bog'lovchilarni oldiga berish kerak. Bo'ldi. Xo'sh, unda bo'lsa siz tayyorlik qilib tursangiz bo'ldi. Fatima ustam bugun polovga tayyorlik qilib ketdi. Polovninki xurishlari hammamizga ayonqo, Sabzi, qizil, seriq sabzi. Bu ko'rkamroq chiqish uchun qizil sabzni aralashtirib qo'shamiz. Piyoz. Piyoz, go'sht. Go'shtni ko'ryapsiz-da oldin. Men tuz suvi bor. Tuz suvi. Buni endi hisobda yarim soatgacha tayyor bo'ladi-ku, ha? Bo'ldi. Bo'ldi. Unda bo'lsa sizning polovingizga yaxshi ta'm tilayman. Xo'sh, turdi muallim. Qo'y, nima qilyapsiz? Tuxumning iqini chilib musholatga keldim. U tuxumning iqmashda bo'lib ketadi-da. Bo'ldi, tuxumning iqini. Marojni qilyapti, o'xshaydi debdi-mi? Tuxumning iqini chilib, musholatga kelib, obiyam deganga o'xshash to'qu go'shtiga ma yong'oqning meg'izi, asli yuzil meg'iz bo'lsa yaxshi yengil chiqqan yong'oqniki. Meg'izni o'rab, tuxumning iqiga milab, mayda zali qilib, bu ham bolalarniki, o'tir yoshdagilarning, yashanganlarning hech qanday ya'ni doğru-darman işletmeyimiz. Bək təbii. Bək təbii. Mötedil təbiət ikəndə. Yaşanğanlarmı, balalarım yaxşı gördüğün tamaqmı? Otur yaşlılarım yaxşı gördü. Demək, təmi acayip. Demək, hazırki zaman kişilərin ki, istimal ihtiyacına ait qop geladigan bir tamaq türü. Doğru. Hazır asas tayyorlik bitdi. Bitdi. Başqa qurish ketmaydi. Ya, muşu. Muş narsa ketadi. Başqalardan hech qanday narsa ketmaydi. Bu hozir boshqa men anlamaganlar bir tamaq bu. Maning ichida bo'lsa, hasal bo'z qo'ysak bo'ldi. Hasal bo'z kishdan qo'ysak bo'ldi, bo'lmay qolsa bo'ldi. Bu balkim ko'rmanlarimizga bir yangilik tamaq bo'lishi mumkin. Qani qanday bir o'qish sizga. Hozir mening og'zimga seriq suv kelyapti. Bo'ldi.
Xo'sh, tayyorlik bitdi, ha? Bitti. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar, balıqçı ustozlar. Undaq bo'lsa 3 nafar oshpazninki asos tayyorliqlar bitibdi. Hozir boshlandi degan komandani bergandan keyin bular yarim soat vaqt ichida tamoqlarni tayyor qiladi. Biz bir tetib ko'raylik. Qani, undaq bo'lsa musobaqa boshlandi. Avval go'sht silindi, Ha, piyoz, go'sht, piyoz, basay, asay, undan keyin laza. laza. Hozir shu masalan balıqçı ustozligiga loyiq qilib sonni shunga mo'ljallab ko'ryapsiz, ha? Ha. Bo'ldi. Endi tamliklarimizga taqozo biz. Bo'ldi. Hozir go'shtni qo'rib, savizni silib, Ha, sabzini silib, go'shtni Dastlabki qo'rib dilakni oldim. qilibsiz, Ha. qozon kichikkanmiganda o? Yo'q, kichik emas, yilma qo'rilib azaydi. Bo'ldi. Ularni o'xshatib tilakdoshman. İçiga hamda, mana ichiga hamda. Hozir mana yangi Mana nima dedingiz boyatin? tuxum eqi. Tuxum erki. Tuxum eqi. Mig'iz, ya masalan, yogo. Ha. Yogo sasaqim bo'ldi mana ichiga. Yogo. Ha. Ha. Hesabda taksiga qilib olganingiz bizak. Ha, bizakka. O'tning temperaturasi mo'yim. Ha. 3 daraja, 2-3 darajada pissa pishib, o't ishtikasi pishmaydi mana to'g'ri. Ha. O't bo'shib qolsa may ichib oldim mana. Ha, bu oddiy-ku. Bunda aytgan chog'da, oiladimi qilib yeyishga aplik. To'g'ri. Amaliyotda bo'lmish dengizdan chiqadigan bir beliq bor. Aslida beliq go'shti qilsak, uzuqlik qilib, texim o'chib bo'lib ketadi. Bu hesabda qaysi tamoq turiga tava bo'ladi? Mana shu tatıq. Ha. Ama şu Sichuan sayıları, Sichuan sayı sistemisi, Guangdong sayı sistemisi, Xinjiang sayı sistemisi de üç xil buldu o. Ha. Asal jettim bu şu, Guangdong taraf tatıq tebe, tatıq Ha. nesle. Bunun için bunda Ha. lazaya o bu nesletmegen tatıq tebe. Bo'ldi. Qani, unda bo'lsa bir tezroq pishsin. Yeyishga taqozo bo'lyapmiz. Oshpazlar tamoqlarni tayyor qilguncha ne'mat qahvalardan ishkash. O'zimizni sovutqash, paranglarimizni qilg'ashtiramiz. Ne'mat ko'ks sharbati, bumi mush havo issiq kunlarda adamga toz yoqadi. Mana Turdi muallimning to'xu yog'imisi, mevitamlik to'xu go'shi tayyor bo'libdi. Qani, balıqçı ustozlar. Undaq olsa, balıqçı ustozlar bir aqır tetib ko'rdi. Turdi muallimninki mevitamlik to'xu yo'galmasi, to'xu go'sh qo'rmisininki ta'miga bo'lgan baho qanday bo'ladi? Yasinjon apandi. Leolici deydiğimiz bu ne? He. Toq göğüşüge oralgan miyitemlik toq göğüş kormisi. Doğru oldu mu? Doğru. Bu sayının hem de taksi bizlişi nayet güzel körkem çıkıptı. Hem temcep deyip et kavakta da meyli açık yemeydiğen çoğunlağı bolsun, ballağı bolsun, nayet maskildiğen bu nayet bir kuvvetlik tamak buluptu. Mesela hazırkı şu oruqlayımız, semirip ketmeyimiz deydiğen. Doğru. Hem şundak bir kişilerimiz gibi nayet maskildiğen de oldum. Hem de bu ne ki bazar kıymeti cahit ipit kavakta menimce tanarqı bek yuqur emas deb o'yladim. Endi ichiga qo'shgan yong'imiz hisob qilgan vaqtda teshidagi to'q go'shini hozir bozor bahasida biz bilamiz. Shunga buni biz odatda Tesamaxon rayoniga chiqarib qolsak bizning Bayzatda 58 yuan atrofida chiqarsak bo'ldi ekan. Ayrimxonaga chiqarib qolsak 78 yuan atrofida chiqaramiz. Chunki bizniki Tesamaxon rayoni bilan Ayrimxon rayonida 30% baho farqi bo'ladi. Meniki turdi ma'lum qo'ydigan nomerim
9 numara. 9 numar. Rahmat, nayt yaxshi taklif fikirlar bo'ldi. Bu koruma yukarıda Yasincan'da ötkendek. Hakikaten yaxşı koruma. Ama bugün bir neçe hatalıkını sezip kaldım. Bununla doğu gücün hep biz tilvaga vakta onunla devlet dilde diver deyimiz. Yerlik dilde temlendiriş deyimiz. Onu temlendirilgende tuzu tep getipti. İkinci bu. Meyle kuatsın meyhız olsun. Meyle yanak meyhız olsun. Bunu anın yok ettim burun. Çok köm yaktı pişirilişimiz gerek. Yaktı bir pişirip andıkken bu. Kaydı yaktıkken çörekliğini saklap kaldı. Bu mayır şunu bir baldakını kem kuptu. Hem de çekilce ettin. Bunu halka tuğundan yakını köptürüp daldığım bakandıkken. Herhalde yakçı. Bu dikkatimizi bununla bu meyve temlik kep yanlık kirgitipti. 8 bütün 9 numar. Bu mu çıraylık optan boptu. Ben turdum alımga 9 bütün 14 numara verdim. Rahmat. Tursun muallim 9.10'dan 4 numar qo'yibdi. Masayni men tunji qidim yeyishim. Endi tunji qidim yegan ekan-ku, tüp sirtsa suy bo'lish kerak ekan-ku. Churishroq, bo'shroq bo'lib qapti. Endi shuni sal men ashi his qildim, tepsi sirtqi qism texim bek suy bo'lgan bo'lsa, churuk bo'lgan bo'lsa, texim yaxshi bo'larkan deb o'yladim. Bezilishim shunday yaxshi, ta'mim shunday payzi, andan o'zil qimmatimi yuqurga ichida yangaq meg'iz ekan. Baya ustamlar dedi, hem de müşneyliği çoğun küçük cihette retli kısa, tek şey kısa, sırt kısmını işte çürükrek kısa texim peyz oldu dep. Bu məxsus hem uruqlaştamığı hem uzuqluq toluqlaştamığı ki tuncu qıdım yişim bulundukin turdum alımdan texim bek müş cihette bay degendek Tursunca ustam dedi konu sey dep müştaq konu seylenince biz yapmaqmağa seyler xil bakkan go. Texim bek qızıp aşağı texim bek izlenip aştaq yaxşı seylerini ap çıkışını texim bek çünkü olumuz ümit qılmız. Tamam bek yarıda hakikaten şuna 9.3 numara. Yaxshi. 9.10'dan 3 numar. Turdum muallim yaxshi numaralarga erişiyotdi. Qani, erkin muallimning ba'zini anglab baqaylik. Mavo Lyolici. Ataynak Yunus muallim dedi, Tursun muallim dedi. Degan to'g'ri anuncha. Sen umaşman dikkat qildim. Birinchisi to'qnet güçün sen tekshilib olmading. Shu petal taşlı ya 4 qıval. Uni qilvaqtında 4 chiroyli qıval. Ba'zan to'qonniki güçsel yalpığı yuğan. Ba'zan güçünün yalpığı kichik. Şuna için birisi çoğun birisi kichik qaldı. 9-5 numara verdim cima. Rahmat. 9.10'dan 5 numar erkin muallim. Yuqori numar berdi mana. 3 numurluq aşpaz Turdi muallim 9.122 numaraga erishdi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin. Menimcha bu tamoqninki bozor qiymati jihatdan o'ylash tegishli ahamiyati bor ekan. Ya'ni xam ashyoninki tanarxninki qiymatiga qaraganda bozor istiqboli tanlashga noyati bop keladigan bir tamoqdir ekan. Buni o'ylash beqishga bo'ladi. Gündelik taamlarımızda yemeklik yağlarından ayrılamayız. Yemeklik yağlarını doğru tanlap işlerkende taamlarımızdan təmi, rengi ve ozuqluq kuvveti yaxşı bopla qalmay, salametligimizge yaxşı təsirlerini etkin. Şinjan Madikiya Yezigilik Taraqqiyat Çeklik Şirketi öz zavodida tabiiy sifatli xam ashyolardan foydalanib ishlagan sap Madikiya zaranzi yağı, zig'ir yağı, qichi yağı, gazir yağı, qo'naq yağı qatorliq yurishlik yağlar, shundaqla mo'l ozuqliq elementlar mujassamlangan rayonimizdagi esil meva yong'oqdan ishlangan Madikiya sap yong'oq yağı, sap chamg'ur urug'i yağı, ziyodan yağı, o'rik va shopdul meg'iz yağı qatorliq yuqori sifatli yağlar sizning oldin tanlashingiz bo'la oladi. Madikiya yurishlik ko'rishtirimi isil sifatli ishlangan. Madikiya yurishlik ko'rishtirimi siz va bizning asosiy iste'molimizdagi to'g'ri tanlashingizdir. Tabiiy yemaklik, sog'lom demaklik. Madikiya. Sifatlik xam ashyo. Inchiki pishiqlab ishlash. Yaxshi sifatlik mahsulot. A'lo mulozimat. Yanıla Qashqar bahori oshliq maylarida.
Birinci numaralı Mahir Nurmehmetcan artışlarımını çöp obdan tatılıptı. Çöp soy yok. Asasiyetin cingusum şundan yakşı. Ha tenşin ba. Lağmenniki. Lekin sen sel maylı korkuysa birincisi. İkincisi sel azırak çüşmel tem kam. Azırak açı suyu kam. Benim göz karşımca. Açı suyu kam. Қалған жәтілерден anca soy yok. Işkıp ben sen Nurmehmetcan'a 91 numar verdim. 9.10'dan 1 numar. 9.10'dan 1 numar. Hop. Açpazlık oğuzluk kiykin ayımızda bir kısım köktatlarını hamiş teklindi. Bir kısım köktatlarını çalıp şürüp yiyiş teklindi. İnsanların mücadele okşaş gelmeyenlikin hamiş kıtıyışlık çalıp şürüp yiyiş kıtıyışlık köktatlarını pişirip vatlarını çıkartıp istimal kıldı Allah'ıma bak. Bunu kemçilik değil bulmaydı. Ama bir bağlıcılık süptümüzden meydanda durup bu köktatlarının baldır pek pişip gidip insanların bedenine bakan ozukluk kuvvetinin tüvellep gitişini sevmek tanısak mı? Bulmaydı. Hem de başkalar belki müzündak yaktırıp yiyişi mümkün. İkinci, şart şarayet tüpeyledim buluşu mümkün. Ya ki bugün müzündak koyduğuza kep kalkan buluşu mümkün. Bizden teklediğimiz köksey köklüğünü, kızılcay kızıllığını saklap kalsa hem çürüklükünü, ozukluk kuvveti bu sonuçlar uçuraş nispeti tüven buldu. Bugünkü lazılar sargıyıp halden gidipti. Hem de bu Mahir'deki kemçilik emez. Ama bunu takitlep ütüş bursuz kep kaldı. Şunun için bu lazılar emez. Bir kısım köktatlarga bir aşpaz boğucu her kandak köktatın karakterini aldı bilen puxta egenleş gerek. Kaysını aldı siliş, kaysını keyin siliş. Hakkıda ma'lum bilim giygi oğan biliş gerek. Ben takitlep öttüğünüm çok. Ben okşaptı, çöp naydı tekçi, hiç çıkmaptı. Ben bu artışlarımıge 9.2 numara koyay. Rahmet. Yunus muallimninki nəhayət yaxşı bir savat beriş bilan birga ta'kidlab qo'ygan nuqtalari bizning o'ylanishimizga arziydi. 9.10'dan 2 numar berildi. Bu Nurmehmet ustamınki bu artışlarımını aviyetim degендek xemirda hem de mening isqiğinim. Xemirim nayt tekşi optan yaxşı çıktı. Sen nimi dokşaydı, maydı dokşaydığını rahat. Bırak bu artık o kesilmaydı. Çağdan, aşı layık bolğan neyse nayt ölçemlik yaxşı bir şeydi. Bu lağmennin nayt yaxşı optu, öğrenci ettin, meyli mau siliniş, kaçık eliniş cihetten yaxşı optu. Bu artışlar benim o bizim ürümçül xildan kuvalar bakana. Özüm 10 yıl Nurmehmetcan bunu kıttı. Yani şunun da ahırda da koyğum kevatıdı. 10 yıl boğan ustamlamı diyen asan emez bu musafini beseş. Şunun için muşnunki seyini yine abiyatım aldın katarı biz bir dep ötken. Baş materyal kanna bolsa koşumçu materyal mı ägiş buldu dep. Lekin lağmen seylikte toğraşta her xil buldu hem de. Bolsa bunu ölçemlik kançı son kançılık boğanda çok ilgili mesela can durumez, lazım ez. Müşterilerin toğrışı ölçemlik rettik bolsa texim süpetlik çıkıdı değmem menimce. Şunu ben 9.10'dan 4 numara koydum. 9.10'dan 4 numar. Rahmet. Tursun muallimin ait kıymetli tekliflerini verdi. Menimce memde bizde töşük peşine kalıp yok degan gap var. Belki ustamlar bugün meydan keliş sebeplik onun üstüge musabiqa degandeki ma'lum sür ayvisi bo'lgan bo'lishi mumkin.
bu jihatda ma'lum yetisizlik ko'rilayotgan ehtimollikqa yaqin. Bu nəhayət yaxşı bo'libdi, mayli çöpnің tatilishi olsun boshqa yerlarda. Endi bozor tanaxi jihati bitgan vaqtda lag'man biz qimmat qilib oldigan yoki azan qilib oldigan tamoq emas-ku. Chunki an'anaviy tamoqimiz butun odam biladi buning baho doirasini. Ya 15 ko'ydan 22 ko'ygacha shu atrofda bo'lsa biz qabul qilib yeymiz. 22 ko'ydan 25 ko'y, 28 ko'y, 30 ko'y o'tib ketgandan keyin nemisi ortiqdi bu lag'manning deb o'ylab qolamiz. Shunga bozor tanaxi jihatda buningda bak ortiq baho qo'yib olg'ili yoki to'yan baho qo'yib olg'ili bo'lmaydigan bir tamoq. Endi bugungi mavo artish lag'man xonasidan kelgan Nurmat ustamga mening qo'ydigan nomerim bo'lsa 8.9 nomer. Endi mush mayliq bo'lib ketgani nomer tatilishga asos sabab bo'lib qoldi deb o'yladim endi. Bo'ldi. Yazınca appendining bergan nomeri 8.9 nomer. Мен бәк яққыды чөп шүнчілік пәйзі чыңлық дәресім шында яқшы бопты. Әмді мұшында менің есқығыным әмді лағымәнді самсақ сәл жық болса, бір қылықы сөн-сөн ве кірдічен самсақына пұрғы чықса күтпіді алдығы кәп боғыча, бір қыл пұрақ чықыды чөп. Самсақын азырақ жық тұғыр бәсіңіз әнінің кен lazını yenik açık beklemez. Bek açık olkesin bulmaydı. Yenik bir tatlığırak okaptı çu. Yenikrak açık kıp koysanız qağa ustamlar degen zaten dikkat kıp kelsiniz bundan çitekim yaxşı olub ketdi. Bu lağmanның basını biz demesek mi köpçülük emesek ayam bunun baha veriş ketmeydi. Menimce bahası muvafiq dep oylayma bazar bahası. Emde işlegen tanaq nisbeten şunchaki yaxşı göçlerini yaxşı şıltıptı. Şoň bu jihatim jiq fikir qilmayman. Buniki texim tirşovkam, texim yaxşı bolgan taamlan bu daqitim açıqasız. Rahmat, rahmat. Şoňning bergen numerim 9.3 numur berdim. 9.3 numur. 9.10'da 3 numur Mihray xanım. Rahmat. Hakikaten bağlıqçılarımız nəhayət kəsbçanlıq bilen, məsuliyyətçanlıq bilen, ötkür təm sezgisi bilen nəhayət xaslıq bilen fikirlerini berip atıdı. Böyününce bu muş meydan kelgen her bir aşpaz üçün nəhayət yaxşı bir savat boludu, yetekçilik rol oynaydı dep oylayman. Hakikaten endi bäzide öýgü mehman çakırgandy mı hanımlarımız acayip okşutma degan çağda okşumay qilib yeyl deb qolgandek belki muşta sahnelerde taza oylağa yedim bolmay qilish mumkin. Lekin qandal olsun umumiy tam jihatda shaxsan men tetib o'tdim. Mayliq bo'lib ketgandan boshqa asosan biz odatga iste'molchi o'sibimiz bilan yaqishliq bir tam bo'libdi deb o'yladim. Xo'sh, unda bo'lsa 30-numeri 9.18 numaraga erishdi. Muborak bo'lsin. Süpetlik ham eşya. Enchiki pishiqlab ishlash. Yaxshi süpetlik mahsulot. A'lo mulozimat. Yanıla Qashqar bahori oshliq maylarida. Qani, Xatima xonimning tujupilab etgan polosi tayyor bo'ldi. Canan chinqachilarga usulib, bağlıqçılarni oldiga keltirildi. Qani, bağlıqçılarni tetib kelsa. Poloringiz haqiqatan yaxshi bo'libdi, o'zgacha bo'libdi. Rangimi paqroq chiqibdi, ta'mim shunday kelishibdi. Bir azroq yetersizlik var. Sabzini toza teksh to'g'rimabsiz. Cho'qim polayotgancha sabzi birinchi o'rin turib teksh to'g'rash kerak. Jumyum teksh bo'lish kerak. Ya süpet chiqadi anida. Demak, tamoq etishmi bir san'atlik jarayon. Aslida bu oshpazlikda degan gapcha. Cho'qim yana abay deb ketgan do'gung eng muhim. To'g'rash texnikasi ham asos bo'ldi. Shuning uchun ham de qolgan jihatlardan so'yoq shu sabzingiz sal igizpas qilib ta'min chataqman sizga ham de 9'dan 15 numara verdim. Rahmat. Erkin muallim 9'dan 15 numara verdi. Ranglarımı paqıraq dərisim şunçuk payız olubdu. Işqılıb şunçuk oxşapdı. Qoygan numaranız? 9'da 4. 9'da 4. Mihray xanım, poloğa 9'dan 4 numara verdi. Bu 2 numarlıq mahir Xatima xanımның etken gölçük polosi. Azatçetten etkanda okşaptı. Yaxşı. Bu cüngü tamlarının pişirçisi de 24 yıl oldu.
faqat Şinjan polisiga bir xil tamoq uchun 6 xil pishirish usulini mujassamlagan. Birinchi, may qizigandan keyin tag'lash. Ikkinchi, qiziq mayga go'shtni silib pishirish davlat tilida sa deydi. Üçüncü, sebzini koyup silip koyuş. Dördüncü, suyunu koyup kaynatış. Beşinci, gürüşünü silip tümleş. Altıncı, gürüş pişikkan vaxtıda odunda tütüp demleş. Neme için bu 6 xil koyuş usulunu bir polo uchun mujassamladi. Sebzida oziqlik quvvat yuqori, vitamin A intayin bol. Ammo vitamin A faqat yog' bilan qo'rg'a vaqtida u erib chiqadi. İnsanlar iste'mol qilganda odam badaniga qabul 85% qabul qiladi. Qamisak 7% qabul qildi. Sho'rpa yoki qazg'an pishirsak 25% qabul qildi. Faqat yog'ni qo'rgandan keyin 85% qabul qildi. Yeb bo'lgandan keyin og'zimizdagi sho'rgay bilan uchrashgandan keyin qulobı su deymiz. Karotin degan sebze kislotasiga qulobı suga o'zgarib %100% bedenimiz qabul qila oladi. Bugungi Xatimaning polisi dağlash, yog'da pishirish, qo'rish, qaynatish, damlash 6 xil pishirish usulini hammani to'liq yapadi. Shuning uchun ma'lum sebeplarni hesabga olmaganda men Xatimaga 9,5 numar berdim. Rahmat. Odatlik polaga 5 kiloga 1 kilo may. Bazaq sattan polaga 6 kiloga 1 kilo may. Açındaq görüşkü çişi ötmeydiğanlarga 7 kiloga 1 kilo may koyacaq buldum. Ölçüm için. Yunus Muallim hakikaten poloninki ozuqluq qimmati, onunki pishirilish jarayonini aytdi, tafsili, ahamiyatli bayon qilib berdi. Bizning sahnimizda mana shundaq taom madaniyatidagi sarxil savodlar ham so'zlanadi. Xo'sh, Tursun Muallimning bahsini boqaylik. Taomlarning shoiriymiş polo. Şu Şahi Sultan Polo bunun ismi. İsmi cismi layık polo yaxşı oldu. Hem de betim diyendek polonu sel yumuşak yeydiğen çoğunla. Hem de muşuna dağını çeçilip durup aslında polonun eslisinin muşuna buluş gerek. Şuna minunçı bilgen polona ait yaxşı oldu. Öz kiçe, özünün temini hastalarını saklap kaptı. Şuna ben Fatime'ye belgen numarum 9,17 numara verdim. Mübarek olsun. Tursun Muallim 9,17 numar yezipti pologa. Xo'sh, qasın cevap endi. Xatima ustamniki aytgan polosida men oldimga akilib yeyishdan burun eliqi men umid qilgan puroq mening burnimga o'pirdi-chu. Men pologa bekamroq. Men odatda 2 kunda bir polo yemsam, shunday bir xumarim tutib qolgan bir odam. Endi ma pologa kelsak, men go'shini yapaqmidim, biroq go'rish, savza, dumilnish butun jihatlarda meningki shu xumarimni bosdi. Endi biz endi bozor tanarxi jihatini aytgan vaqtida poloniki balkim go'sh bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Normal bahası, bozor bahası hozir 25 yuandan endi 35 yuanga sotayotganim bor. Buning hamda to'pisiga pachaq qo'yib va yoki anjam polo bo'lsin va go'sht polo bo'lsin, to'pisiga qo'yilgan go'shtning miqdori bilan o'lchinib, baho doirasi 25 yuandan 35 yuangacha bo'lyapti. Bugungi men Xatima xonimning aytgan polosi menga haqiqatan tetidi. Mening qo'ygan numarim bo'lsa 9,15 numar. Rahmat. Rahmat. Xo'sh. Haqiqatan ta'rifligimizdek taomlarning shoyi bo'lgan poloni Xatima xonimning tujib bilan bugun yaxshi tetimlar olib chiqibdi. Bog'lovchi
ustozlarga asosan tetidi, menga nait tetidi, bay yap o'tiribla aytdim. Endi bağlıqçılar nima deyki desem, mendimi suyunishlik inkaslarni baholarni berdi. Muborak bo'lsin, Hatime xonim. Pullarınız hammamizga tetibdi. Hatime xonimning erishgan numeri 9,152 numar. Muboraklaymiz. Birdam arabalayçı. Charchadingizmi? Ha? Buningmi amal bor? Qandaq amal? Erib charchaganda bir podlika nihmat qahvasini ichib olsangiz, arg'iliqingizni unutmaysiz. Qahvaning ta'mi shundoq o'zgacha. Ta'mi tilimizda, rohati yurakda qoladi. Charchagandan ne'mat qahvasini o'zingizga hamroh qiling. Ne'mat qahvasi. Xo'sh, unda bo'lsa, bugungi san programmamizda 3 nafar oshpaz kelib, o'zininki tayyorlagan tamoqlarini etib, bağlıqçılarning huzuriga sundi. Oxirida program guruhimizdan tayyorlangan sharaf guvohnomasini 3 nafar oshpazga taqdim qilamiz. Turdi ustam, Hatime ustam, Nurmamatcha ustam. Yunus muallim, Tursun muallim, Erkin muallimlarni guvohnomani tarqib etishga etamiz. Muborak bo'lsin. Programmamızga qimmatli vaqtinglarni ajratib, o'z hunuringlarni ep kelganinglar sharfiga Munavvar asar mukofoti Oltin Chumush program sarfidan tarqatildi. Sizlarni qutlaymiz. Hadiyalarimiz yana bor. Yana programmamizni olib qo'llayotgan Madiya Yezgilik taraqqiyot shirkatininki 5 litrlik sap zarangzi yig'i sizlarga taqdim qilinadi. Qabul qilgaysizlar. Shundaqla Nimmat kokos sovg'atlik ichimligi sizlar uchun sovg'a qilinadi. Marhamat. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar. Oxirida programmamizni alayda qo'llayotgan sifatlik chin qochqichlar bilan esil taomlarimizning jurnalini uchun o'zining aslini qo'shayotgan Janon chin qochqichlarga alayda rahmat aytamiz. Shundaqla sarxil qahvalari va ko'kis sharbatlari bilan xalqimizning yoqtirishga erishgan ne'mat qahvalarga alayda rahmatlarimizni bildiramiz. Bu son programmamiz vaqt e'tibori bilan mushada oxirlashdi. Bugun sahnimizda turgan 3 nafar oshpaz ustam o'zininki eng sarxil taomlarini ep kelib, bağlıqçılar bilan o'rtoqlashgach taom madaniyati haqida bizlar o'rtoqlashdi. Ishoniman, Oltin Chumush programmamiz taom madaniyati haqidagi o'zgacha ko'z qarashlarimiz, mahoratlarimiz va bundan keyingi taraqqiyotda taomlarimizning bozor qiymati jihatda o'zgacha sarxil yo'nalishlar haqida o'z mulohazasini o'rtoqlashgan yaxshi bir sahna bo'lg'isi. Programmamizga har millat ustamlarninki yangi bo'lgan tamoqlarni ep kelib, o'zining mahoratini ko'pchilik bilan o'rtoqlashishini chin ko'nglimizdan qarshi olamiz. Qimmatli vaqtini chiqarib, programmamizga baholovchi ustoz sifatida o'tirib bergan ustozlarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Xayr xo'sh.